Barcha salom bo'la. Mana ismim Kompot va mana video roligimga xush kelibsizlar. Obunachilar bugun nimaga bunchalik xursandsan deydiganlar bo'lsa, albatta sizlar ko'rib turganingizdek, mana bu olmosdan yasalgan sandiq va uni ichida bilasizlarmi nima bor? Ha, bilganingizdek, juda ham ko'p olmoslarim bor. Bu olmos qayerdan olingan Kompot deydiganlar bo'lsa, mayli men sizlarga savollaringizga javob beraman. Bu olmosni nima desam bo'ladi? O'zimni bank hisobimdan yechib kelayapman. Ha, obunachilar bank hisobimda juda ham ko'payib ketibdi olmoslarim. Deyarli yarim sandiq Menimcha yarim sandiq bo'lsa bo'ladi. Mayli obunachilar, nima bo'lganda deb obunachilar bu bilan hozir biz nima qilmoqchimiz? Biz almazni, ya'ni olmosdan yasalgan mashina bilan olmosli narsalar olamiz, tushunyapsizlarmi obunachilar? Juda ham zo'r, ajoyib, millionerdek ko'rinib kalachani qilamiz. Ha, bu sandiq sassiqligini bu sandiqda vaqti bo'lmabdi. Nima bo'ladi? Bu sandiqda sotmaymiz, musor tashlayveramiz. Nima sotamiz deyman, bu musor sandiq kim ham olardi? Qarochi bu sandiqda sotamiz obunachilar, bu sandiq umuman kerak emas va mana bu sandiq juda ham ajoyib. Chunki qaranglar, juda ham zo'r, juda ham ko'p narsalari bor. Bilasizlar-ku, bularni ishlatamiz bugun. Va buni esa musorga tashlaymiz. Lekin bundan oldin o'zimga kerakli narsalarni olaman. Mana zumradlarni, temirli uzumli narsalarimni, keyin va boshqa hech nimani olmaymiz. Barchasi musor. Ana endi hozir buni yechimam. Nimaga bu bilan buzyapman? Va yechimam kimdir keldi. Xo'sh, qo'shni yaxshimisan? Ha, Kompot, nimaga tinchmisan? Ko'rib ketding. Ha, yaxshimisan? Qarochi hozir ishim bor-da, mana bu sandiqni musorga tashlashim kerak edi. Keyin bilasanmi nima? Men olmosdan yasalgan mashina va olmosli narsalarni sotib olmoqchiman. Ha, rostdanmi? Mashina ham sotib olmoqchimisan? Juda ham ajoyib bo'lmasa. Ha. Nima desam bo'ladi? Men musorga tashlab bo'lib, keyin o'sha magazinga borib, do'konga borib mashina olib kelmoqchiman. Bo'ldi, meni aylantirasanmi? Albatta aylantiraman. Nima uchun aylantirmayman? Bo'ldi, bo'lmasa kutaman men seni, Kompot. Mayli bo'pti. Okey, obunachilar, mayli buni ham aylantirishimiz kerak, chunki juda ham ajoyib qo'shni. Xo'p, buni esa buzamiz. To'xtanglar, buni almazdan yasalgan, buni kirka bilan buzish kerak. Normalniy. Ana endi buni qaranglar, juda ham zo'r, ajoyib turishini qaranglar. Nima desam bo'ladi? Mana bu ikkita musor yashigiga esa buni musorga tashlab yuboramiz. Mayli, nima bo'lganda ham juda ham zo'rligini qaranglar, buni juda ham ajoyibligini. Вообще men juda ham xursandman. Xo'sh, yaxshi. Xo'p, mana bu musorga tashlab ketdik. Mayli bo'lmasa endi hozir men olmoslarim bilan do'konga boramiz obunachilar. Juda ham ajoyib. Mayli bo'lmasa buni hozir bu yerga qo'yaman demoqchi edim, tushunmadim. Men hozir obunachilar, men hozir olmosdan yasalgan sandiqda tashlab yubordimmi musorga? Bo'lishi mumkin emas obunachilar. Axir meni qo'limda edi-ku. Voy, adashib buni tashlab yuboribman. Mana bu ikkita musorni tashlash o'rniga tezroq bormasam umuman bo'lmaydi. Ish qilib hech kim olmagan bo'lsin-da, davay bo'lmasa tezroq bor Kompot. Lekin bu qaranglar, mana bu musorda ham mayli. To'xtanglar. Hozir o'zim kelib olishim kerak. Mayli, tezroq musor yashaydi oldiga borishim kerak. Xo'sh, qani. Qayerga ketib qoldi bu? Axir mana shu yerga qo'ygandim-ku. Jennerson obunachilar juda ham yomon bo'lmoqda. Mayli, to'xtanglar. Xo'p, qani ekan? Mana bu yerda bo'lsa kerak. Menimcha kavlab yuboramiz. Yo'q, chiqmayapti. Men hozir yo'qotib qo'ydim butun olmoslarimni. Voy, nimaga buni musorga tashlayman? Voy, shunchalik ham ahmoq bo'lamanmi? Bo'lsa mana bu qishloqlardan so'rayman. Qishloq, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Mana olmosdan yasalgan sandig'imni ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Mana shu yerga tashlab ketgandim musorga. Nima uchun tashlaysan? Ahmoqmisan, tushunmadim. Bo'ldi, ketay olimdan. Qishloqqa sen ko'rmadingmi? To'xtanglar. Qishloqqa, sen mana bu musor yashay olib turibsan. Mana bu almazning mana bu olmosdan yasalgan sandig'imni ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Nimaga olmosdan yasalgan sandiq tashlab olasan? Ha, endi adashib tashlab yuboribman-da. Ko'rmadingmi uni? Yo'q, ko'rganim yo'q. Sizlarnimi umuman bo'lmayapti-ku obunachilar, nima qilaman ana endi? Voy, yo'qotib qo'ydim. Shuncha yig'ganlarim. Voy, ish qilib qishloqlar. To'xtanglar. Hozir birorta fikr kerak menga. Xo'sh, nima qilsam bo'ladi? Nima qilsam bo'ladi? Ha, juda ham ajoyib fikr keldi obunachilar. To'xtanglar, menga chotka fikr keldi. Mana bu yerga yozib qo'yaman, mana shu musor yashay oldiga. Nima desam bo'ladi? Olmosdan yasalgan sandig'im yo'qoldi deb. Va lekin bu qaranglar, mana bu yerlarda xo'p, kimdirlar olib ketmabdimi-kan? Yoshirib yoki birortasi ko'rib o'tirgan bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Ichini tekshirib o'tirgan bo'lishi mumkin-ku. Lekin yo'q, bo'lmayapti. Jennerson nimaga bunday qildi? Merda uyda bo'lsa kerak. Merda uyda yo'q ekan. Merda ham uyda yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin, ha? Ish qilib qaytarib berishsa kerak. Hop, obunachilar, mana boya kelib fikrimni aytganimdek, mana shuni mana bu yerga qo'yaman-da. Nima deb yozamiz-da? Nima desam bo'ladi? Sandiq yo'qoldi. To'xtanglar, olmosli sandiq yo'qoldi. Nima desam bo'ladi?
Kampotnik emas, yo'q, kampotnik bo'lmaydi. Yo'qoldi, qidirilmoqda deymiz. Короче, uni qaytarib beringlar kampotga topib olsanglar deb yozilgan obunachilar. Короче, bo'ldi. Ana endi menimcha kimdir mana shu musor yashay oldidan topib olgan bo'lsa, o'shani qaytarib bersa kerak. Yana ham bilmadim, obunachilar ish qilib qaytarib berishsa kerak, chunki juda ham yaxshi halol qishloqlar yashaydi bizni qishloqga. Mayli. Tushmadim. Qishloqqa bu olmoslarni qayerdan topding? Kapot aytsam ishonmaysan, boro. Yo'q, qayerdan topding? Ha, bularni qara, juda ham ko'p olmoslarni. Mayli, aytaman. Короче, musor tashlagani ketayotgandim. Keyin bilasanmi, nima musor yashaydan qaysidir ahmoq olmosli sandiq to'la, короче, olmosni tashlab ketibdi. Ishonsang, ishonmasang, bak birdan oldim. Axir u meniki edi, tushmadim, qayerda u? Uyimda turibdi nima, saniki tushmadim, nima deyapsan? Topib oldim, bor, mana xursandman lekin. Voy, adashib tashlab yuborgandim. Qani ko'rsat chiqqani uyingdami ekan? Xo'sh, qayerda ekan? Mana bu yerda bo'lsa kerak. Qishloqqa buni yarmi qani? Tushmadim. Tushmadim, kapot, bu yerda nimalar bo'lyapti? Aytyapman-ku, men короче, boya sen kirgan payting meni uyimga, men aytuvdim, mana bu ikkita musor sandig'imni tashlab, musorga tashib kelaman-da, keyin bu olmosli narsalarni olaman deb, menda pul ko'p deganda, mana shu pullar meniki edi, adashib shuni tashlab yuboribman. Rostdanmi? Uzr, lekin juda ham ko'p narsa zakaz qilib, bo'ldi, hammasini bekor qilaman. Mana bu bloklarni ham qaytarib beramiz. Hali kech emas. Rostdanmi? Tezroq shuni qilsa yaxshi bo'lardi, lekin katta rahmat mana bu rostgo'yliging uchun. Yo'q, do'stim, mayli, hozir men barchasini buzib qaytarib beraman senga, tushundingmi? Kapot, uzr so'rayman yana bir bor. Toza xijolatga qoldim-da. Mayli, chiqsi yo'q, qishloqqa. Bo'lmasa mayli, tezroq sen o bloklaringni buzaverchi. Mayli. Ana bosh mashina olasanmi? Albatta olaman. Xo'sh, obunachilar, mana bu qishloqqa qo'shnim olibdi ekan, mana bu sandiqni. Yaxshi shu qo'shnim olibdi ekan, rostgo'y ekan obunachilar. Boshqalar olganida balkim qaytarib bermasligi mumkin edi. Mayli, ana endi mana bu ikkita musorda esa nima desam bo'ladi? Mana bu yerga tashlaymiz, o'zini musor joyiga, o'ziga tegishli joyiga. Ana endi mana bu yerni ham buzamiz-da. Ana endi ketamiz. Ish qilib mana bu qishloqqa tezroq buzib qaytarib bersa, do'konga boramiz-da. Yaxshi bo'lmasa obunachilar. Xo'sh, bo'lmasa hozir do'konga ketamiz. Xo'sh, obunachilar, men qaranglar, juda ham zo'r mashina bilan qaytdik. Ajoyib. Yaxshi. Hop, qishloqqa qoch, chekkaroqqa men qaytdim. Kapot juda ham zo'r ekan, chiroyli ekan. Meni ham aylantirmaysanmi? Albatta aylantiraman. Nima uchun seni aylantirmayman? Imенно seni aylantiraman-da. Mayli. Qani mana bu olmosli narsalar ham olaman deganding. Bilasanmi nima? Olmosli narsalarga pulim yetmay qoldi. Qanday qilib yetmasligi mumkin? Juda ham ko'p edi-ku puling. Nimadir ishlatdingmi yoki? Hozir to'xtab tur, nimaga ishlatganimni ko'rsataman. Xo'sh, obunachilar, men qaranglar, men mana bu yerga mashina oldim. Bu mashina esa qishloqqa bo'ladi. Qishloqqa bu mashina saniki bu, tushunyapsanmi? To'xtab tur-da, hozir mana shu yerdan tushib olamiz-da. Yana yaxshi. Xo'p, yangi mashinalar bilan tabriklayman. Kapot, tushunmadim. Bu mashina mengami? Rostdan aldamayapsanmi? Albatta, senga. Nima uchun senga bo'lmasligi kerak? Chunki sen rostgo'yliging uchun va ana o'tsang bo'lardi-ku. Bu meni muammoim emas. Endi bu olmoslar meniki deb mana ana qilib ketsang bo'lardi-ku. To'g'ri, lekin bo'lishi mumkin emas. Kapot, lekin senga katta rahmat. Albatta, bemalol mana shu mashinani zo'r qilib ishlatishim mumkin. Mayli, bo'lmasa birga maza qilib aylanar ekanmiz-da mashinani haydab. Albatta, nima uchun yo'q? Juda ham zo'r qimmat mashinadan olibsan-da, oddiyroq mashinadan bo'lsa ham bo'lardi menga. Yo'q, unaqa dema, juda ham zo'r mashina senga loyiq, chunki sen juda ham zo'r bolasan. Kapot, juda ham zo'r maqtab ording-da meni. Mayli, bo'lmasa mashina bilan maza qilib aylanib tur. Men esa o'zimni mashinamni parkovka qilmasam bo'lmaydi. Xo'p, ehtiyot bo'lamiz. Voy, sal buzib ketib qoldim, mayli, chiqsa yo'q. Ana endi mana bu uyimni ortiga parkovka qilib qo'yaman. Yaxshi, ajoyib obunachilar. Juda ham zo'r bo'ldi deb o'ylayman. Ana chotga turishini qaranglar, zo'rligini. Mayli, lekin nima bo'lganda ham obunachilar ko'rdinglar, rostgo'ylik, chunki har doim rostgo'ylik yutadi-da, to'g'rimi? Mayli, mana buni shunday qo'yib qo'yadi. Xo'sh, yaxshi. Ana endi o'zimni ishlarimni qilmasam bo'lmaydi. Lekin bu qaranglar, juda ham ajoyib sandiqligini. Endi bu sandiqni musorga tashlab yubora olmayman. Obunachilar, to'g'risi ham-da juda ham e'tiborsizlik bo'lganligi sabab shunaqa muammolar chiqib qoldi. Lekin u qishloqqa muammo qilmadi. Men u qishloqqa xursandman. Kapot, tashqariga chiq. Qishloq chaqiryapti-ku. Kapot. U
Sho'qi tushunmadim nima qilding tushunmadim. Bu nimasi bu? Man seni yozdim, tushunyapsanmi? Nimani yozding? Mashina bilan yozdim, yuqoriga chiq ko'rasan. Xo'p, mayli, juda ham g'alati obunachilar qani yuqoridan ko'raylikchi nimani yozibdi ekan. Qanaqadir podpiskami, laykmi yoki qanaqadir kompotiga yozibdimi? O, meni ismimni yozibsan-da, ha? Albatta. Yoqdim senga? Ha, albatta, yo'qdi. Obunachilar, agarda sizlar bilmasanglar, meni ismim Roma. Albatta. Roma kompotikmi desanglar ham bo'ladi, mayli. Xayr, obunachilar, bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Xayr, sog', salomat bo'linglar.